Voy, voy молодец. Voy молодец. Tosh ham chiqdimi? Tosh ham chiqdi. Xo'y, boramiz. Mana e'tibor berganimizdek soxta o'tfagi toshi mana polni ajratib, topib, mana o'tfagini mana bu yerdan topdik, mana oldik. Kichkinagina 2-3 santimetrli soxta o'tfagi toshi bor ekan, oldik. Mana o'rniga dirnashtiribga qo'ydik. Endi mana e'tibor bergan bo'lsalaring, hamma yo'g'i yopiq. Mana ichaklar, oshqozonlar, qorin devor yopishib ketgan. Mana polniy yopishib yotibdi. Endi prosta mana ichaklar holati. Bu bemorimiz oldin operatsiya bo'lgan, Oldin kesib qilingan, o't qopi olingan. O'sha bir qismi qolib ketgan pastda, o'sha yerda ham tosh bo'lib qolgan. Yana tosh paydo bo'ldi. Tosh paydo bo'lib qolgan. Anchadan beri, deyarli 2 yildan beri og'rib yuradi, lekin 14 kundan beri ovqat yeyolmayotgan bo'lgan. Inshaalloh mana shu bilan ovqat yeb ketadi, xudo xolos. Prosta bu operatsiyalar ko'p bo'lgani uchun qornida chandiqlar o'ti ham ko'p. Shuning uchun buni kichkina kes qilmagan. Qorin bo'ston ichini ko'rdingiz, polni bitishmalarga to'lib yotibdi. Buni boshqacha varianti yo'q. Lekin laparoskopiya baribir ancha udobniy operatsiya. Kasallik uchun yaxshi, sababi mana har qancha katta operatsiya bo'lsa ham bemor inshaalloh ertaga yurgan bo'ladi. Bizga mana shunisi eng muhim. O'sha xudo xolos ovqatga ham kiradi. Hatto qorni ham ishmadi, chandiqlar hisobiga oshqozon, ko'ndalang chambar, ichaklar hammasi qorin devor yopishib ketgan. Anatomiya deyarli yo'q. Jigarlarga ham ichari yopishib ketgan, hammasini ajratib, topib chiqdik. Inshaalloh operatsiyamiz tugadi. Do'stlar, xirurgiya yo'nalishi bo'yicha Telegram kanal ochib qo'yganmiz. Silkasini videoni ostidagi opisaniyada yoki kommentariyada olishingiz mumkin. Shu silka orqali o'tasizda Telegram kanalimizga obuna bo'lib oling. Bu yerda o'zingizni qiziqtirgan xirurgiyaga oid savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Mutaxassislarimiz javob berishadi. Bir narsani inobatga olib qo'yinglar, sababi biz operatsiyada bo'lib qolamiz. Mana shu savolingizni ko'rgan vaqtda imkon darajasida shu kunni o'zida javob berishga harakat qilamiz. O'tib obuna bo'lib olinglar.